hozir bitta ana muammoni ko'rib chiqyapman-da. Xullas, xodim juda bir tartibni bilmaydigan, umuman na ijro intizomiga, na mehnat intizomiga rioya qilmaydigan xodim bo'lgan va ko'p marta intizomiy javobgarlikka tortilgan. Hayfsan ham berilgan, 30% jarima ham berilgan va oxiri shu ish beruvchini mandoq qilib yuborgandan keyin mehnat shartnomasini 161 ikkinchi qismi 4-5 bandi bilan, ya'ni xodimni muntazam ravishda o'z mehnat vazifalarini buzishi va bir marta qo'pol buzishi bandlari bilan bo'shatilgan. Endi shu joyda hozir xodim sudga bergan. Shu muammoni hozir ko'rib chiqaman. Bu yerda rasmiylashtiriladigan bir nechta hujjatlar bor. Aynan 161 ikkinchi qismi 4-5 bandlari bilan. Bunda ogohlantirish bo'lishi kerak, profsoyuz bo'lishi kerak, xullas hamma narsa. Va siz e'tibor berish kerak bo'lgan eng muhim narsa bor. Bu yerda muddat. Ya'ni siz mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilishingizdan 3 kun oldin ogohlantirishingiz shart.